ayni vaqtda qandaydir bilimni, yangi ko'nikmani, yangi kasbni, yangi tilni va hokazo yangi bir bilimni, ilmni o'rganadigan insonga bitta maslahatim borda. Bitta eng kerakli narsada. To'g'ri hozir juda qiyin bo'lyapti sizga. Men ichimdan sezib turibman sizlarni. Juda qiyin bo'lyapti. Lekin bitta narsani yodlaringizda tuting. Natijaga ishonmang. Progressga ishoning iltimos. Progress bu davomiylik. Hayotimdan bitta misol keltiraman. Yoshligimda bitta boksga borganman. O'sha paytda oddiy perchatga, lattalik perchatga shug'ullanardim. Men tengi bitta bola bilan ringga tushganman. O'sha bola professional edi. 2-3 yilda mendan oldin kelganiga. Va uni perchatkasi hamma biladi, Everlast perchatkalar, qattiq toshday perchatka edi. Nima bo'ldi? Qo'rqardim. O'zidan qo'rqmasdim, shu perchatkasidan qo'rqardim. Yuzimga tegishdan qo'rqardim. Urardi. Har 2 kunni birda boks bo'lardi, har kun mush yerdim, ichimdan tegardi, yuzimdan tegardi, nafratlanib ketardim o'sha perchatkadan. Lekin progressni to'xtatmaganman, ringga chiqishni to'xtatmaganman. Va natijada nima bo'ldi? 1 oydan keyin meni mushaklarim, meni yuzlarim shu shartalarga o'rganib qoldi. Oddiy paxtaday tegadigan bo'ldi mana shunaqa tosh perchatka, yuzimga ham, badanimga ham oddiy paxtaday tegadigan bo'ldi. Bilim ham, ko'nikma ham xuddi shunaqa. Progressga ishoning bo'ldi. Natija bo'ladimi, bo'lmaydimi, buni Xudo biladi, to'g'risi. Davomiylikka ishoning, davomiylik. To'g'ri, qiyin, juda qiyin. O'sha bilimni olmaslik ham qiyin, olish ham qiyin. Qaysi qiyinchilikni tanlash o'zingizga bog'liq. Ehtimol hozir sizni pulingiz yo'qdir, o'qituvchi yollashga, birorta tilni o'rganishga, yo bo'lmasa sport bilan shug'ullanishga. Lekin sizda harakat bor. Harakat. Nima harakat? Misol uchun sport bilan shug'ullanmoq, zalga pulingiz yo'q, ko'chaga chiqing. Shu progressni mayli kuniga 1 dona turnik bo'lsa ham, 1 dona. To'g'ri, hech narsa hal qilmaydi, lekin progress ketadi. Kuniga bitta anjuman yo bo'lmasa o'tirib turish, yo bo'lmasa ingliz tili bilan shug'ullanyapsizlar. 5 ta so'z yodlanglar, 5 dona. Bor yo'q. Yo bo'lmasa so'z yodlash ham mayli, yoqmadi deylik. Bitta inglizcha slowly English degan narsalar bor YouTube'ga. Shuni ko'ringlar. Hech bo'lmaganda 1 minutlik video, hech qanaqa narsa ketmaydi sizlar. Progress davom etish kerak. Progressga ishoning, tamom. Har qanday ko'nikma uchun intizom, progress birinchi o'rinda turadi. Xudo xolasa, yangi ko'nikmalarni juda zo'r o'rganishingizga sizga omad tilayman. Salomat bo'ling.